Qadrdonlar, negativchilarimizni qalbida qangi qop-qora jentrezlaganlar uchun men sizlarga 2019-yil ishlab chiqarilgan puli yengilroq Amerikan Optra faralarigacha qo'yilgan minishlaring uchun tayyor Gentra mashinasi sotiladi. Avtomat korobka, ortiqcha navoroti yo'q, video registratori bor. Yurgan probegi 125 ming. Halol o'ziniki ekan. Metal pakelini metallarigacha uстановка qilingan. Hozirgi kunda hech qanaqa kamchiligi yo'q. Tayyor mashina. Xullas buni narxiga keladigan bo'lsak, aka buni nechta pulga beramiz? 8,5 ming bo'ladigan narxi deyishyapti. Faqat оформлениyaga sotilar ekan. Kraska holati mana shu oldi kapot bilan qanotida ichiga o'tmagan ekan, yuzak kraskasi bor ekan, keyin bir ikkita petnosi bor ekan. Yana kelib ko'rib tekshirib olishaveradi deyishyapti. Xullas, bosinglar jigarlar, kanalimizga o'tib podpiskani bosib, like bosib qo'yinglar. 2019 yurgani 125 ming, metanlarigacha bor. Motor hadovoy korobkalarida hech qanaqa ishi yo'q. Amerikan Optra faralarigacha bor. Tayyor mashina $8,500 оформлениyaga sotiladi. Turgan adresi Qo'qonda. Nomerlarni opisyonida qoldiraman. Bemalol telefonlashib baraka qila olaverasizlar. Yana bir kelib o'zlaringiz uchun tekshirib olinglar qadrdonlar. Joningiz sog' bo'lsin, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.